Assalomu alaykum. Alaykum Yaxshi assalom. yetib keldingizmi? Shukr, Ana yaxshi. bir tanishaylikchi. Abdug'aziyeva ismingiz nima? Sveta. Sveta. Год рождения 72. Мгм. Respublika Qoraqalpog'iston, Мгм. rayon Xo'jayli. Xo'jayli rayon. Shikoyat Shikoyat so'l jambasini uradi. Beldan pastga, pastga Oyoq. oyoqqa beradi. oyoqqa beradi. Ko'p meni to'biqdi. Shu tobiq uvushadimi? To'biq og'riydi. Rost og'riydi. Endi buni ikkinchi jambasimda beryapti. Tak, qancha vaqt bo'ldi bunga? Men maydan beri og'ridi. Hop. Былтыр may oyidan beri. Buni oktyabrda ham otishdim nega? Так, grijа diska S1 L5 da, L5 L5 L4 da, протрузия tepada L3 L4 da и немножко смещение zvorakana. Yolg'on emasmi gapim? Ну, небольшой антиролистез тела пятого позвонка на фоне спондилолиза. Смещение bor. Umurtqa joyidan siljibdi. Qani davolanish haqida L4 L5 2,5 mm, L5 3,5 mm. Protruziya ekan, protruziya. Piramidalniy levostoronniy grijа esa L4 L3 ekan, 4 mmlik. Menda boshda grija deb aytmadi-da buni. Oyoqda nerv tomirlar shamollash dedi. Ha, ну все Nerv понятно. tomirlarda shamollashni emlayverdi-da. Keyin biri aytdi, sen grija sharsang, MRTga tushib ko'r dedi. MRTga tushsam, so'lni berdi. Men oktyabr o'tishtirib oldimmi? Agar ertaroq bilganimda Hech narsa qilmaydi. U 6 oylik muddat emas. Odamlar 10 yil bo'ldi degan gaplarni gapiradi bu yerda. Ularni ham davolab beralyapman. Davolash muddati неограниченный, cheklanmagan. 3 kunda yaxshi bo'lasizmi? 15 kunda yaxshi bo'lasizmi? Menidagi oyog'imdagi og'riq yo'q, bo'ldi, tamom. Rahmat desangiz, shu yerga o'tqizdiraman, kameraga shu gapni gapirasiz. Rozilik so'rayman. Rasmisiz deb, bo'ldi shu. ishimdan ko'nglingiz to'lgan bo'lsa, ko'nglim to'ldi, rahmat deysiz, chiqib ketaverasiz. Keyin og'ir ko'tarmayverasiz 1 oy davomida. 1 oy faqat. Og'ir deganim endi bir paqir ko'tarmangda. Hozir men chaynak ko'tarsam bo'ladi. Ha, hech narsa qilmaydi. U chaynak-paynaklarga Men biroq davolanganda men anani kravatga nega tortildim? 10 kun qo'ydi. Yana 15 kundan keyin yana boshladi shunday og'riq. Yo'q, bu yerda masalan og'riq to'xtadi. Qaqqa to'xtadi. To'xtagandan keyin 1 kun, yarim kun yotib turasiz-da. Endi yo'l uzoq. Har yerga borib turib yana qaytib kelmasligingiz uchun. Bugun og'riq to'xtadi, ertaga ham og'riq yo'q bo'ladigan bo'lsa, endi nega javob beraman? Ko'rasizmi? 10 kundan keyin yana boshlanmayman deb. Ha yo'q, sizda 1 kunda boshlanmasa, 10 kunda ham, 100 kunda ham boshlanmaydi. Tushundingizmi? Boshlanmasa, shu yerda boshlanmaslik kerak. Bo'ldi, to'xtaydi. Keyin umuman hech qayerga davolanmaysiz, boshqa yuraverasiz. Faqat bu yerda kontrolni immuniy o'sha kuni og'riq qoldi, ketib qolmaysiz. Yana 1 kun sinab ko'ramiz. Yana o'shanaqa hech qanaqa og'riq yo'q. Bu yoqqa borib ko'rasiz, magazinga chiqasiz, boshqa qilasiz. Yo'q og'riq deb meni bu betimga aytasiz, bo'ldi, shundan keyin o'sha javob. Hozir tualetga borsam og'ridi. Ha, endi hozir hamma vaqtda har joyda og'riydi, bunday zo'rg'a yurasiz. Uni men tushunaman. Sabr kerak sizga, sizda bo'ldi. Meni ishim kerak. Asta-asta ish qilaveramiz. Вытяжение холодное emas-da. Горячее вытяжение bu yerda. Farqi shu. Горячее вытяжение холодныйdan nima farq qiladi? Birinchi umurtqa qizdirilib, bo'shashtirib olinadi. Bo'shab qolgan umurtqani esa cho'zamiz. Холодное вытяжение shunday qo'l oyoqni baylab tortadi. Unda umurtqa cho'zilmaydi. 10 barobar qattiq turadi umurtqa. O'shani hisobiga natija bo'lmaydi. Больницаlarda apparat bor. Apparatdagi cho'zish bilan cho'zayotgan paytimda bu apparat senikidan kuchli cho'zar ekan deb gapirishingiz mumkin. Apparat senikiday cho'zadi deyishingiz mumkin. Apparat sening cho'zishing oldida hech narsa emas ekan degan gapni qilishingiz mumkin. Hammasini eshitaman. Sababi men oldindan bilaman. Meni bu yerda qilayotgan cho'zishim hech narsaga teng kelmaydi. Juda qattiq cho'ziladi bu yerda. Umurtqa ochiladi. Ko'p vaqtimizni o'tkazmaymiz bu yerda. Menda kurs lecheniya yo'q. Bu yerda kelib turib lecheniyani olding bor, ket, sur bu yerdan deyilmaydi. Mendan faqatgina men sizlar rahmatingizni eshitsamgina javob beraman.
Unga bir ozroqgina muddat 10, 12, 15, balkim 5dir, balkim 3dir bir xillari o'xshab. Amin, amin. Ha, tushundingiz a? Mhm, Salomat bo'ling. mhm. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Shukr, yaxshi. Va alaykum assalom. Qoraqalpog'iston shahri, Qoraqalpog'iston Respublika, Xo'jayli qal'asi deb qo'yibsiz. Mhm. Abdulg'aziyeva Svet. Sveta. Mhm, Bel og'riq bilan shikoyat qilibsiz. mhm. Tak, 25/01da kelgansiz. Mhm. To'g'rimi? Ha, Bugun chislo nechi? 31mi? 31. 31. Так. Локальная протрузия L1, L2 2,5 мм. Медиальная диффузная протрузия L2, L3 3 мм. Парамидальная локальная левосторонняя грыжа L3, L4 4 мм. Протрузия диска L4, L5 2,5 мм. Medialная диффузная протрузия L5, S1 3,5 мм. Mhm. Qani kelganingizdan og'riqlar qanaqa edi? Kelganimda shunda belimdan oyoqqa beradigan edi. Shundan beri yaxshi. 2 kundan keyin уже нормальный bo'lib boshladim. Qarang, bugun 31 bo'lsa 6 kun bo'libdi. 2 kundan keyin menga Rezultat rezultat berib boshladi. Bemalol oldingiz hozir? Ha, hozir bemalol yuraman. O'rningizdan turingchi. O'tirib ko'rsating menga. O'tirib ko'rsa. Tak, engashib ko'rsating endi. Bemalol yetyaptimi? Qo'yib yuboring. Og'riqlar zuv o'tib ketmadimi? Yo'q. O'tiring. Kecha o'zim biletga borganda o'zim sinab ko'rdim. Bulay 15 minut yurib ko'rdim. Kelganimda tualetga borgandan keyin avratmaydi, tualetga borib kelgandan keyin avratmaydi. Kecha vokzalga borib, biletga borib 10-15 minut yurib ko'rdim o'zim. Yaxshi, Xudoga shukr. Salomat bo'ling. Mehnatimdan rozimisiz? Albatta roziman. Xarajatingizdan rozimisiz? Конечно, roziman. Ha, sog' bo'ling. Yaxshi yetib boring. Faqat uyga borgandan keyin turnik. Oyoqni uchida kuniga 2 mahal turishingiz kerak, bir 15-20 minut davomida. Rosta oyoq uchida turadi, tovon ko'tarilib turadi, yengil turasiz. Oson turiladi u. Shunga moslashtirib oling ramkani, o'g'illaringizga aytsangiz qilib beradi. To'g'rimi? Sog' bo'ling, yaxshi yetib boring. Rahmat sizga, kattakon rahmat. Sog' bo'ling.